suhbatimizni boshida Navoiy bilan Navoiyni do'stlari, Navoiyni qadrdonlari, o'sha atrofida yurgan odamlar haqida suhbat davom etadi degan edingiz. Mana hozir orada chiroyli g'azallar ham sharhlandi. Shu qo'shiq qilib kuylangan g'azali ham bu yerda mazmun mohiyatini menim juda chiroyli qilib tahlil qilib aytib berildi. Navoiyni endi atrofida yurgan ijodkorlar, tarixchilar, boshqa ilm ahli hammalari Navoiyga munosabatda bo'lgan, chiroyli bo'lgan. Ayniqsa mana shu Binoyi bilan bo'lgan voqealar ham juda tarixda qiziq bir ifodalar yozib qoldirilgan. Navoiyning eng yaqin shogirdlaridan bo'lgan Xondamir shu o'zini asarlarida Navoiy bilan Binoyi orasidagi hazil huzullarni ham chiroyli qilib ifodalab bergan. Navoiy ana shu qadar chiroyli xulqqa, chiroyli bir fazilatlarga ega bo'lganki, u bag'ri kenglik, uni qalbida kechirimlilik ifodalari ham juda chiroyli ifodalangan Navoiy tomonidan. Navoiy bilan Binoyi orasida ancha tortishuvlar bo'ladi. Binoyi endi farsiy zabonda ijod qilganligi uchun ko'proq farsiy she'rlar, g'azallar yozadi-da, Navoiyga tegajaqlik qiladi. Nimaga endi siz shuncha qobiliyatli bo'lib farsiyda yozmaysiz-u, faqat turkiyada yozasiz. Farsiyda ham yozadi Navoiy o'zi aslida yozgan, devon tuzgan, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bu turkiyada yozganiga nimagadir endi Binoyini shunday haligi hazil huzullari bo'lib turadi. Binoyi bilan Navoiyga qilgan hazillaridan hadiksirab, endi bu podshohga yaqin, podshoh bilan bir tan bir jon bo'lib yuradigan inson endi meni bir narsa qilmasin deydi, qochib ketib qoladi. Iroqqa ketib qoladi-da, Iroqda bir necha muddat yuradi. Keyin Navoiy boringlar Binoyini olib kelinglar deb elchi odam jo'natib Binoyini ekan taklif qiladi. Binoyi kelgandan keyin ikkalasi uchrashadi. Qalay endi Binoyi u taraflarda nima gaplar ekan desa, u taraflarda nima gap bo'lardi? Hazrat u taraflarda turkiycha she'r yozilmas ekan deydi. Navoiyga yana sanchyapti-da, hazil huzul qilib g'ashiga tegmoqchi. Ha, sen o'zi Binoyi ajoyib odam ekansan-da, mayli endi deb Navoiy qo'lini siltab qo'yib ketadi. Ana shunaqa bir hazil huzullar, Navoiyni shaxsini ko'rsatuvchi bir munosabatlar o'z davrida bo'lgan. Bu manbalar endi o'sha Xondamir, keyin Vosifiylarning asarlarida, yana boshqa bir tarixchilarda asarlarda chiroyli ifodalanib qolgan. Biz ana shularni o'rganish ham bugungi bizni avlodlarga ibrat bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun mana Navoiyni shaxsini o'zini ibrat qilib ko'rsatish o'zi ham juda katta bir maktab. Rahmat nomla. Yana bir Mavlona Binoyi o'rtalarida bir hazil bo'lgan ekan. Mavlona Binoyi o'sha bir anjumanda Hazrat bog'ingizni yonidan o'tib ketyapsam, bir kuchuk bog'lab qo'yibsiz, it osmonga qarab navo qilyapti debdi. Dedilar. Ne Hazrat aytdilarki, ha, ko'chada daydib yurgan ekan, olib kirib baylab qo'yib 5-6 oy boqdim, Binoyida it bo'ldi debdilar. O'shanga o'xshagan mutoyiba ham bo'lib turgan. Abdurahmon Jomiy ham shunaqa juda bu sohada ham ancha nimalar bor. Endi mana bu hozirgi o'qimoqchi bo'lgan narsamiz mana Qora ko'zim g'azali